ishlaydigan Pinterest pirogini bog'latamiz. Ikkita idishcha olib, ikkita tuxumni chaqib olamiz. Har bittasiga 3 qoshiq yog' va ozgincha slivichni yog'. 1 stakandan iliq sut, ups kechirasizlar. Slivichni yog'imizni, sutimizni, yarim stakan shakarimizni sovib olib, ketidan yarim stakan suv quyib olib, yaxshilab aralashtirib olamiz. 1 qoshiq droji yaxshilab shunaqa qilib chayib olib, 15 minutga olib qo'yamiz. Drojilarimiz yaxshilab pishgandan keyin bitta miskaga kakao solib, xamir qilib olamiz. Ikkinchisini oddiy xamir qilib olib, yarim 1 soatga olib qo'yib, ideal xamir tayyorlab olamiz. Har bittasini ikkiga bo'lib olib, dumaloq qilib unlarni yog'dirib, yoyib chiqamiz. Ikkita xamirimizni bir-biriga yopishtirish uchun suv bilan surtib chiqamiz. Chetiga Nutella surib olib, ezilgan shokoladlarimizni sepib chiqamiz. Amallab o'rtasigacha o'rab olib, chetini poloska qilib kesib chiqamiz va bir chetidan shunaqa qilib o'rab chiqamiz. Shunaqa qattiq harakatlar qilib olib, ilonchamizni tayyor qilib olamiz. Astoydil qolipchaga solib olib, ustini tuxum bilan surtib chiqamiz. Nima pishirsam ham har doim ikkita qilib pishiraman, chunki bittasi oyijonimnikiga ketadi. Ustiga qora sedanalarini sepib, ketidan bodomchalarimizni sepib, tez duxovkaga tiqib chiqaramiz. Idealniy pishni pirogimiz tayyor. Og'aylab qoliplarimizni olib, demonstratsiyaga o'tib olamiz. Voy, bularni chiroyliligiga va kattaligiga e'tibor beringlar.